أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه مسلم. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda marhamat qilib aytadilarki, agar Ramazon oyi keladigan bo'lsa, jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar kishanband, hibsband qilinadi dedilar. Bu yerda bizlarga Ramazonning sharofati qanchalar buyuk ekanligi to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Bu oyning hurmatidan jannat eshiklari haqiqatda ochiladi. Jannat uchun amal qiluvchilarga targ'ib o'laroq, jannat uchun amal qiluvchi, Alloh taolo uchun amal qiluvchilar uchun mana bu oyning fazilatini bildirib Alloh taolo jannat eshiklari ochilishini aytmoqda. Va haqiqatda jahannam eshiklari yopiladi, yomon ma'siyat ishlardan to'xtatish, bandalarni Alloh taologa yuzlantirishga targ'ib o'laroq. Va shayton ham albatta hibs qilinadi, kishanband qilinadi yomon ishlardan to'xtalish uchun. Mana bu Ramazonning sharofati sabablidir.